أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية. أرض العشرين biz o'shra ayiradigan zimin dedik. Xaraji zimindan farqlantirib. Yani bu Müslümanın qo'ldagi bir zimin. O'shirisini ayirib turdi. إذا اشتراها ذمي. İslam davlatida yashaydigan kafir fuqarolardan birisi musulmondan shu ziminni setib olsa, sarat xarajiyatan. Bu zimin xaraji ziminga aylanib ketadi. İgisi almışıp ketganlikdan. Ana shu o'shri ziminni setishga bo'lamdi degan masalada ixtilof bor. Qarashda Hanifi mazhabda sassi bo'ladi. Shunga zimmi setib olsa denge shundan chiqadi. Yani zimmiga sassan bo'ladi. Cumhur ulamolar sassi bo'lmaydi. Nima uchun? Bu musulmonning qo'ldagi chog'da o'shirisini ayirib, kambag'allar undan foydalagan ziminda, endi kafirga setib olsang u zakat bermaydi. Xaraj to'lishi mumkin, lekin zakat bermaydi, kambag'allarga tegmaydi. Xaraj o'zining yo'liga sarf qilinadi. Bundan keyin bu xuddi bir vaqtini setib bilan yo'qotgandek ish demoqchi. Endi bu kitobda degan masala zimmi musulmondan o'shir ziminni setib olsa, zimmining zimini bo'lib ketdi. Yani bunun hukmi qanday bo'ladi degan masalada ulamolar irqi qarashdi. İmam Ebu Hanife ve Zufar, عند أبي حنيفة وزفر رحمهم الله, kitobda bayon qilgan bo'yicha bu xaraji ziminga aylanib ketadi. Bundan shu zimmidan mush ziminning xaraji ilinadi. O'shri ilinmaydi. Nima uchun desa, o'shir degan bu ibodat. Kafir ibodat qilmaydi. Ve عند أبي يوسف والحسن رحمهم الله, Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdlerinden birisi. Bu işkeyden debtu aleyhi uşran. Zimmi bu ziminni setib olgandan şu o'shirni ikkasi qilib davlatga to'laydi. Ve qala Muhammad rahimahullah ushrun vahid. İmam Muhammad şu burunqidek musulmon to'layotgan o'shirini to'laydi demoqchi. لأنه وظيفة الأرض. Çünkü bu ziminin aslida to'laydigan to'limi şu o'shirdi. Yani bu ilgisi almış qilishdan o'zgarmaydi. فلا تتغيروا بتغير المالك كالخراج. Xuddi xarajga o'xshash. Ardul xaraji yani musulmon setib olsa, xarajni yana o'xshash to'lab turibdi dedi. ثم في رواية ابن سماعة محمد بن سماعة ابن عبيد الله التميمي. Bu İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'nin şagirdi. Aşk imamdan navadir rivayetlerini izib kaldığı ve bazı kitaplarını rivayet edilen Edebul Qadi, El-Mahadir ve Sicillah diyen kitap var. 232. yılı vefat olan. Rivayet İbn Sema degendeki lan bizge Hanifi mezhebinin rivayetlerinin 3 derecesinden bir derecesi geldi. Biz kitap başlayan vaktimizde Hanifi mezhebindeki imamların kelgen rivayetini 3 dereceye ayırgan. Birisi zahir rivaye İmam Muhammed bin Hasan Şeybani'nin 6 kitabında kelgen mesele. İkincisi En-Navadir. Bu mana şu Muhammed bin Sema'ya o'xshash ve ondan başka El-Mualla. Aşında şagirdlar İmam Muhammed'nin kitabındaki derecede şeylik bulmuşmu? İkinci derecedeki rivayet de qaraldı. Bunun üçüncüsü El-Fetava ve El-Vaqi'a. Üçüncü derecelik rivayetler. Ama ikinci derecelik rivayette yuda'u mevdi'al xaraj. Bu nimaga munosabatlik? Bu ağan o'shiri olsun, ya ikkisi o'shiri olsun, bu ağan o'shir nega xajlandi, nega sarf qilindi degan narsa. Bundan yuqorgi masala, buni qancha gunosi olamiz? Hozir Ibn Sama rivoyat qilgan masala, bu ağan shu bajni nega sarf qilamiz degan bosh masala. Hay zimmi o'shir ziminni setib olgandan keyin islom davlatiga bir o'shiradi yoki xaraj to'ladi ya ikkisi o'shiradi. Bu shuni islom davlati topshirib olgandan keyin qayerga xajlaydi? Yani bu mazhabning zohir rivoyatida masrifas sadaqat, şu zakat nega sarf qilinsa 8 turlik o'rin borga xaraj qilingan. İnnemas sadaqatu lil fuqara vel masakin aşı ayetdagi. Şu joyga sarf qilindi.
Ama İbn Sema'nın rivayetini zahir rivayetin başlırak rivayet oluşqa onu ayrımdap koydu. Harac sarf qılındı, orunga sarf qılındı dedi. Nima uchun desa, harac degan bu bir kufr sababdan qilgan mal. Yani ziminni biz shunda kafirlar urushib keyin qo'limizga tushgan. Ya kafirning qo'liga biz qo'yib qo'ygan bo'lsa, kafir terib, o'sini ilib, uning bir qismini to'laydigan bir uchi kufr ham. Lakin bu ney hajlanda olsa harajninki sarfınlığa urulur var. Mesela İslam devletinin çigra müdafiyası, askerinin maaşı, yol körükünü rehmet kılış, müderris, qazi, vali ve emeldarınınki maaşını vereştiğindek aşında urulur sarfın. Lakin zekat olsa bunun sarfınlığın urunu ayrım buldu. Ve fi rivayeti Kitab-ı Siyar, Kitab-ı Siyar aşı zahir rivayetinin birisi. السير الكبير والسير الصغير ينتم ظاهر وايدا موضوع صدقات dedim. Öşre, zekatlar nege hecdense şunun hecdeymez. Yani kafirden kelgen kirim bolsumu yani zekat orduna hecdeymez demekçi. Veli Ebi Yusuf rahimahullah yani Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh qanchak alınız degan ikkisi alınız degandi. Şunun delilini bayon qilyaptilar. Ennema yecibu akhduhu minal muslimi yudaafu ala-zimmi kema iza marra alal-ashiri. Adette Müslümandan elinadigan zakat zimmeyden çıkkesi elinadi dedi. Ashir degan zakatni va undan boshqa tamujni bajlarini yig'adigan kadr. Chegara rayonlarda, yo'l egizlarda, yani bajgi deymiz-ku, bajgidek hem zakatnimi kayerdi yig'madigan, baj bir narsani olib turadigan kadr. Zimmi ticaret mallarını elib chegara kelib qolsa, yoki ashunda yo'l egizdan o'tib qolsa, musulmondan oldigan 2% zakatni, ticaret tovarlarining zakatini zimmidan 5% qilib oldi chiqqansa. Bundan ekan bu ziminni setib olgan zimmidanmi chiqqansa o'shiraolmas. Bu qiyos. Va yuda'u mawdi'al kharaj. Chiqqansa olamiz, lekin haraj qatori qo'ymaymiz. Yani İslam devletininki maliye xazinasininki haraj bölümüge tashlaymiz deydi. Taglibi yani Bani Taglibga nisbat berilgan. Bani Taglib qabilasi Sham tarafda Ramliqliga beqinib yashaydigan Hristiyan qabilasi. Bular Hazreti Ömer'nin zamanında Sham fathi bo'lgan chog'larda biz jizya deb manda jizya nomida jizya to'lamaydi. Biz baş qabilaning oldida numusli ekanmiz. Ya bizga sat turdi ekan. Zakat deb aslab chiqqasi birlar degan bo'g'achqa Hazreti Ömer annemin ismida atsanglar ilaveringlar degan. Taglibiydan jizya chiqqasi ilinibdi. Lekin zakat qismida. Shunga o'xshash biz o'shirni bu ardul o'shirga ega bo'lgan zimmidan o'shir nomida chiqqasi olamiz deb yozildi. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج. İmam Abu Hanife bu husulab turduğan zamanlar çıkkının birden hali bulanmaydı. Ya öşür tulaydı bu bilgisi ya harac tulaydı. Ve zimmi leyse ehlen lil ushr. Zimmi öşürü tulaydıganlar emas. Müslüman olmagachqa. Li'annahu ibade. Çünkü öşür degan ibadet. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. Yani bu xuddi musulmonlarga qilinayotgan buyruqdek. Val xaraju alyaqu bihi. Kafirga loyiq bo'lgani xaraj, baj to'laydi. Fayuda'u alayhi. Shunga uning bo'yniga xaraj bekitiladi. Xaraj to'lishi lozim. Va in ishtaraha taglibiyun. Bani Taglib qabilasidan birisi setib olgan bo'lsa, musulmonning ushri ziminni fa'alayhi ushrani bil ijma'. Hanafi mazhabdagi imomlarning hammasi birdek bu ikkisi to'laydi deydi ekan. Bunda ittifoq ekan. Li'annahum sulihu ala an yuda'af alayhim jami'u ma 'ala al-muslimin. Chunki ular musulmonlar to'lish kerak bo'lgan narsaning ikkisini to'lashga sulh qilgan. Fa innahum qawmun min an-nasara. Ular kimlar desa, ular Hristiyan bir xalqda. Kanu qariban min bilad Rum.
Rim diyarına yakın joyda yashaydigan Hristiyan qavmdi. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضع عليهم الجزية. Hazrat Umar ularga jizye bekitmoqchi bo'lgan vaqtida fa'abu. Ular jizye to'lamaydi deb turibdi. Va qalu in wada'ta alayna al-jizya lahiqna bi'a'da'ika min ar-rum. Agar bizga jizye belgilasang, biz sening dushmaning bo'lgan Rimliklarga qaytib ketamiz. Numusga chidamaymiz. Rimliklarni tarjih qilamiz. Yani Arablarning orasida numus qilamiz emas, ya'ni Bani Tag'lib jizya to'labdi degan bir numus qilamiz. Yani bu numus chidamaydi, biz Hristiyanlar bilan birlashib ketib qolamiz. Wa in akhadta minna ma ya'khudhu ba'dukum min ba'd. Sizlar o'zinglardan bir-biringlardan oladigan, shu musulmonlardan oladigan zakat deb manda asanlar bizdan va tudaifuhu alayna chikkasi qilayotsanmi shu ismda asanlar tafal o'zingda qilsan mayli biz rozi musulmonlar to'layotgan zakatni to'layotdi deb chikkasi qilayotsanmi biz to'laymiz rozi lekin jizya deb hammaga demoqchi fashawara umaru as-sahabata radhiyallohu anhum fa ajma'u ala dhalik. Hazrat Umar sahabe kiramlardan kengashgandan keyin bular mayli qanday ismi bo'lsa chikkasi vasita yaxshi ekan deb qo'ydi. Va qala Umar hadihi jizya. Sonra Hazrat Umar buni ta'kidlab qo'yib bu jizya. Buni haqiqiy jizya mushular to'laydigan chikkasi narsa jizya. Fasammuha ma shi'tum. Zakat deb atamsizlar nima atvasangiz mayli. Men jizya oldin deb beravermasizda. Lekin sirtdan da e'lon qilishda jizya oldim deb e'lon qilsammi, zakat oldim desammi, lekin ko'nglimda jizya hisoblaymadim. Qala wal kharajiyatu la tasiru ushriyatan asla. Xaraji zimin o'shir ziminga aynib qolmaydi hargiz. Li'annaha wazifatul ard. Chunki bu ziminning to'laydigan beji, shu vazifa degan baj. Wal kullu ahlun lil kharaj. Hamma degidek musulmon bo'lsin, zimmi bo'lsin, hammasi baj to'lashga loyiq odamlar edi. Fala haja ila at-taghyir. Yani bu xaraji ziminni musulmon setib olgan taqdirdami o'shirin to'laydi. Bunda olimlar tili ixtilof qilgan. Yani bu mazhabda o'shir bilan xaraj jam bo'lmaydi deyishdi. Ya uni alun to'laydi. Lekin jumhur xarajini to'laydi, musulmonning qo'li uchib qolsa xarajini bir to'laydi, uni o'shirini to'laydi. Birisi xaraj to'laydi de, masalan Abu Hanifa, Abu Muhammad o'shiridan ikkasi to'laydi de, Muhammad o'shiridan birini to'laydi de, mana li'annahu wazifatul ard de. Muhammad yani shu yerda wazifatul ard de. Bu zimin to'laydigan baj o'shir. Yani bu yerda o'sh xarajni o'sh zimin to'laydigan baj o'sh xaraj shu de. Yani mazhabdan qarashadi bu yerda ma'no ixtilofga kelmadi. Yani shu shilaylardan qarash. Qala wa la shay'a fima yustakhraju min al-bahri kal-lu'lu'i wal-'ambari wal-marjan. Yani shu denizdan chiqariladigan mujmimatlar, beliq deymiz, marvayet, marjan, ambar, mushular hammasi Alloh taolaning insonlarga bergan ne'mati. Surat An-Nahlda deydigan: "Va huvallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Hilya talbasunaha, lu'lu wal marjan o'xshash, biliq, lahman tariyya. Hanifiy mazhabda mush narsalarda o'shir yo'qmi? Bu zimindan chiqqan narsalar ekan. O'shir yo'q demakchi. Lu'lu'ni hammadan bilamiz, marvoyat. Qur'on Karimda yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan. Marjan deganmi, bu deniz ostidagi tashqi o'xshash bir o'simliklarningki parchasi. Qizil marjan o'xshash. Shaq marjan deganday. Şu Şerli Şeyh Kubasan'ın denizden aslında şu abim mercaniye. Şu an bununla çekiliş olmaydı. Ona ait kıymet baylar. Ona çekip bir parçayla olan insanlar kullanıyor. Ambar bu mu
xushbiroq shuna bir atirgisi turgan narsa. Yani şu denizdeki bazı çoğun kitler o'simliklardan yeb uni sirtqa tükürayotgan bo'lsa, şu anda xushbiroq bir dispacha masalan bir so'pindak yoki bir potladek narsa 5-10 kilo turgan narsalar yursa buni suzilib endi xushbiroq shu kitning ismini ambar deb ataydi. Ash kitning ismi ambar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari qo'ziqlik tugab qo'shinninki Bağlantıda şu bir ambar kittin birisi 46 çıkıp bazı 18 gün yiygen. Bu toğusunun tügeden tüge ötküzgen. Yani Muşin aslında Hanefi mezhep deydi o, öşre yok, öşre kemmeydi o. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْكُفَّارِ لِيَكُنْ غَنِيمًا. Yani bu kafirlardan biz olacağın nasemez, ganimet değil desek. وَلِهَذَا لَوْ اسْتُخْرِجَ مِنْهُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَا شَيْءَ فِيهِمَا. Şuna denizden altın gümüş çıkarıp kalsın o, onu da öşürkenmeydi öyle. Böyle de öşürür. Çünkü bu ziminden çıkarılan narsamız mı? Öşürür. Peki altın gümüşün denizden çıkargan taktıkını kemmeydi o dedi. Ama denizden çıkarganlıkken, muşkarashga asasen, denizden çıkarganlıkken, kolu yükülü olsa, bir yıl ötse, nesaplatken o zekat kıldı o. Lekin şunu çıkarışıyla olan, bunu öşüresine, yaki manşkırsan, töle işi lazım engel yok değil. Bu, Hanefi mezhebinki karışı. Ve kal Ebu Yusuf rahimahullah fiyel khums. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf, belki başka cumhurlardan billah, bunun 20% öşüresine ayrıydı o. 20%. El-khums yani 20%. Ya bu xuddinin okşaş, rakaz. Ve fir rakaz el-khums. Rakazga yanmış yanan tigidin aşında tepilgan baylıklarga 20% kildi. Ebu Yusuf'un 20% zekat ayrıydı o depti. Elbette de bu meseleden şu zekat kilidi diyen karaş güçlük. Ne için? Aş ayette lahman tariye ve testakrijun hilleten telbasuna dediğin ayette ve leallekum teşkurun. Ve leallekum teşkurun ya şunun zekatını ada kılaslar inge. Zekatını berisler diyen mezmun başın. Şükür demedi ibaret ihraç zekat. Bunu usul bu bir nimet. Bir baylar, ziminden çıkan baylar zekat kılıyordu. Yani Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi'ninki delili لِأَنَّ Ömer radıyallahu anhu kâne yâhudul khumse minel ambar. Hazreti Ömer ambardan 20% zekat ağam diyen şu rivayet. Hasan Basri'den mi şunda qarash kelgan Sayyid Buxariyda var. وَاللُّؤْلُؤُ أَشْرَفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَحْرِ. Mervayet denizden elindiğen baylıkların en isillerinden. فَيُعْتَبَرُ بِأَشْرَفَ مَا يُوجَدُ فِي الْبَرِّ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. Ondan kurullukta biz tapaladığan, erişildiğen baylıkların en isili altın gümüştü. Ondan şu altın gümüş okşaş karaymayız. Bu oldu mu? Zekat kılı doğru demiş. Yani altın gümüşün kurulluktan yani şunda kolaplan, nuklisak altın gümüş uçurap kalsa 20% kilitde şunu okşaş. ثم قيل ondan ki bunda deyilipti. Yani bu lu'lu diyen nima, ambar diyen nima, bunu arxil qarasını da baktı. El-lu'lu'u matarur rabi'i. Baharının yağmuru deydi. Yaqa'u fis-sadafi. Sadaf peşinde düşkendikilla feyasiru lu'lu'a. Sadafın aşıda lu'lu'a yani mervayetla indikem. Esnadın kelgansa asli yağmur. Bir tamchi yağmur, bir necha tamchi yağmur suyunda chirib sadafını siychirib qalsa mervayetga aylanadi deydi. Bu unda bir afsona gap bo'lishi mumkin. Sadaf degan shu mervayetninki hayvoni, shu tepe. Unda jumla qutidek narsa. Wa qila as-sadafu hayvanun yuflaqu fihi al-lu'lu'. Sadaf degan ishida mervayet yaratilgan bir hayvon. Nima to'g'rimi? Hozir biz darhol qabul qilamiz. Ve emmel ambar, ama ambar olsa
nima deb iborat desa, qala Muhammad rahimahulloh va hashishul bahri ya'kuluhu as-samak. Bu dengizningki o'chiqlardan iborat. Uni beliq yeb qolsa, u beliq hamda beliq yeydamizmi? Bu o'chiqni yeb qolsa, keyin buni chiqarib o'tadi. Yerim chaynalab, yerim azim bulab bo'lmay turgan holatda chiqarib o'tgan ekan, bu unda xushroq, shunda bir potladak, shunda bir narsa aylanadi. O'sha Imom Muhammadning qarashi to'g'rimi? Ya'ni shu tiyublarning Davud ibn Sina'daymiz, shu cho'ng tiyublarmisa, bu shu yondirib o'tgan bir narsa. Ba'zilar tizakmi deb qaraydi, kitning tizikida. Ba'zilar yo'q, bu oshqozondan yondirib o'tgan narsa. Yo'q, bu kiyikningki mishki. Unda qarashim bo'lishi mumkin. Lekin shu mashhur doktorlarning ko'na va yangi mashhur doktorlarning qarashi bu shu kit chiqarayotgan narsa. Ammo kiyikdan mishki chiqadi. Bu kiyikning qani. Yani bu başka, bu başka. Fa innal miska ba'du damil ghazal yashu. Wa qila shajaratun tankasiru fayulqiha al-mawju fi as-sahil. Bu bir xil o'simlik, o'simib ketgandan keyin qirg'oqqa chiqarib o'tadigan suyibni deyilibdi. Nimaga shuna bir gulgiyadek masalan xushroq bir gulgiya olib qolsa, bu denizning tagida bo'lamdi, yo quruqlikdan deniz o'shamdi, keyin qirg'oqqa chiqarib qo'ysa, unda xushroq bir narsa, potliq o'xshash bir narsa edi. Va qila khifyu dabbatin fil bahr. Denizga bir hayvonning tiziki debdi. وليس في الأشجار والأقثاء شيء mayak deydi, aqta, mayak, tizak bundan nasilda va dal-daraxtda unda to'laydigan zakat bir narsa kelmaydi deyilibdi arif. Lekin hozir bu enaqim, ashkitninga chiqarib o'tgan bir narsa. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العنبر فقال هو شيء دسره البحر. İbn Abbas radhiyallohu anhudan bu ambarga nima deb so'ralgan chaqda u dengiz sirtqa chiqarib o'tgan narsa deb javob bergan. Wala khumsa fi. Ibn Abbas yana hukmini bayon qilib, unda 20% zakat kelmaydi degan. Bu Sahih Buxoriydami kelgan rivoyat. Yana Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan shunday rivoyat kelgan. Undaqki hozir shu denizdan chiqqan boyliqlarga nisbatan Hanifi mazhab qarashida zakat kelmaydi dedi. Abu Yusuf Hanifi mazhabdan jumhur ulamlar balki 20% zakat qildi dedi. Endi hozir ulamolar denizdan ashunda to'ni sabablanmanda daryodan shunda, deniz ya daryodan shundan to'ni sabab tutgan bo'lsa 20% tayyor go'sht. To'ni soldi, go'shtni shundan o'sib chiqqan. 20% keldi. Agar ko'lchakni, sun'iy ko'lchakni saymiz hozir, unda binas tashlab, yem tashlab turib, beliqni avtib, yo'g'intib qilgan bo'lsak, ay beliqni suzib satgandan keyin, ash pul elimizga kirgandan keyin 2,5% zakat beramiz. Zakat. O'shira desak bundan chiqqan boyliqninki zakati deylar. Hanifi mazhabdan bu o'sh bilan zakatni sal ayrimroq deb qaraydi. Jumhur chiqsa bizga deydi. Yani xuddi ba'zi turlik narsada 2,5%, ba'zi turlik narsada 5%, ba'zida 10%, ba'zida 20%. O'sha hammasini zakatning turlari deb qarashingiz mumkin. Ya şu tayyordan chiqadimi? Gididu, lekin tayyor go'sht. Yani bu boshqa narsani qaraganda, masalan, chorva tag'ilda, yaylaqda qo'yayotgandan oson. Shunga shariatmi qancha tas, jafo bilan, chiqimli bilan nima qilgan bo'lsa, zakat az. Tayyor mukkil uchragan bo'lsa, zakatchi. Kirsinchi qil. Shunda belgilab qo'ygan. Anva beliq masalasida ba'zi ulamolar shu denizdan nima qilgan bo'lsa-mu, hozir da'vat qildim.
2,5% zakat berdi deganlar bor. Yoki butun chiqimni chiqarib o'tgandan keyin xuddi ziroat nimalariga o'xshash 10% berdi deganlar bor. Chunki bu bir zamindan chiqqan narsa. Albatta bu shu oltin nisobiga yetsa. Oltin nisobiga yetsa, tutgan baliqlarning biz sarf qilgan chiqimni shuni chiqarib o'tgandan keyin kap qolgan sap kirimga 10% zakat berdi degan qarash shu rajih. Qala ولا فيما يوجد في الجبال كالجس والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد. Zumurrud denir. Uygurca zümratta onu atıtmaz. Uygurca var. Lekin ma Arapça zumurrud. Kitapta teşhis var. Tağlardan çıkılgan cis degan hak gez bundan asla. Hak gezlerde ve nura şu hak gezlik bir narsa. Vel yaqut. Yaqut nemadan bilamiz? Vel feyruzaj. Cimerpe numa Araplar şu cimerpeni katıdı. Mesela eliyle desek elilej deydi. Benefşe desek benefsej deydi. Cimerpe katıdı. Bu feyruz yani biz firuze deyimiz. Bu havran bir isil taşlarımız. Ve zumrud mu yeşil isil taşlarımız. Rengi yeşil. Biz zümrat deyimiz. لِأَنَّهُ مِنَ الْأَرْضِ. Çünkü bu zümündür. Ketturabi vel ahjar. Yani üstündeki bir topa şığıl taşlarlık bir narsa demek. Vel fususu fas diyen üzümün közü diyen buldu. Lekin fusus da başına bir madde bakken bu yoruyduğun taşlar sebep deyimiz. Sebep deyimiz. Yani keçi de bu saat münkelik pasportu okşaş da yürüydü. Kasbi vazir sebep. Lekin müşahede müşnasi zakat kelmaydi degan etimizdir ama lekin buningda kelish kerak. Yani mimma akhraina lakum min al-ard. Buna çok kısat bo'lishi mumkin. Masalan, marmar taşlar. Aşımı şu tağdan şu kesiplam aldığın narsa. Bunun başka türlü aşında hak, gec, onun başka kum. Mesela kum, kovuşun, nurgun narsa var. Aşam mesela adır çok baylık hesaplandı. Daha önce bu şuna nurganlıkken bütün çıkırıp etse kalığına 20% veriştir. Kaçtışı onu bütün çıkımını çıkarıp etkenden keyin sak kerimege 20% ayrıydı. Can saciden doğup, can saciden, işçinin, bac, yer icaresi, hemen çıkırıp mesela böyle her bir ayda bir hesap boğulan olsa, her 3 ayda bir hesap boğulan olsa, şu bir ay desek mesela, bir ayda bir hesap kitap kullanılan olsa, bir ayda yer icaresi, can sacinin kirası, işçinin maaşı, bütün çıkımını hemen çıkırıp mesela 1 milyonluk taş pişiren olsa, bunu 400.000 köy, çıkım ketken bu 400.000 köy çıkırıp 600.000 köy kaldı mı? 600'ge 20% ayrıydı. Lekin bunun da hol şart emas. Her ayda şunda bir boğap olursa 12 ayda 12 taşçısı 12 kıtım ayrıydı. Lekin nisab şartı. Nisab kıyasa denir. Nisab 85 gram altının nisabı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve mimma akhrajna lekum minel ard dedi. Yani hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem firrakazul hums dedi. 20% bilan bekletdi. Müşrakaz şu madan taşlarını o'z ichiga oladi. Neftdan shunda neft hozir shaxslarni o'qimaydi, hukumatga agar shaxslar shunda neft chiqarib miqdor oshirib qolsa, chiqimini chiqarib o'tgandan keyin 20% bilan zakat ayrıydi. Bundan başka mesela Xotan tarafında burunqi buddizm zamanı qolgan qavrilni qo'lab o'g'iladiganlar. Bir shahzoda yoki bir xonishni shunda qatirib o'tgan bo'lsa, butun zibiznatlarni shunda qavrda chiqadi, mana aldangan. Shu ishni qilayotgan nurg'un tijoratchilar bor.
Xo'tan. Balki aşu qavrilarni qo'lga tushsa, shuni chiqimini chiqarayotgandan keyin 20% zakat ayirish lozim. Jiq pulami bu. Qaştaşı bu qavridagi oltin gumsiz. Belikqa hamma chiqimini chiqarayotgandan keyin 10% degan qarashni tarjih qildim. Chunki o'zimdan aslida ziraat usullari qiyos qilibdi. قال المصنف رحمه الله باب العاشر. عاشر degan biz mesela o'shri yig'ilganni sa'i dedik. Bu zakatchi o'shri chiqadi. Endi ashir degan o'shri ulkas o'shrimi yig'di. Chegara yoki yo'lning ochilirda o'ta yo'llarda turib o'tgan kechgan mollardan bajaldigan. Zakat ulkat qolsa zakatni ilirtidigan kadir. Zakatchini biz musaddiq degan. Amana bo'lsa bu tamujna va mal bajgilik huquqim bor bir zakatchi. Yani şeriat mana hayatning har qanday sohasida uning ahkomlari, nimalari bor. Wa huwa man nasabahu al-imam 'ala at-tariq li ya'khudha as-sadaqat min at-tujjar mimma yamurruna bihi 'alayhi. Tijoratchilar yo'lda olib ketayotgan bo'lsa, shu yo'llarga davlat tarafidan imom degan davlat raisi. Davlat raisini bo'yasini qilmaydi, o'zir uzralari, uning orqali qiladi. Davlat tarafidan tayinlangan ashuna kadrlar. Tijoratchilardan yo'ldan o'tgan tijoratchilardan zakat yig'di. Aslida bu tijoratchilar odatda bu zakatni shahar bo'lib qolsa, o'z bir tug'i, aziz olsa o'zam birovda qo'yib qo'yganga, buni davlat raisi yo'q, manjig'man desimi o'zgartiraydi. Lekin unda hozir qadar bu zakatlarni shaharda kishilar o'zi berib qo'ygan, amvalul botina bo'g'ashgan. Lekin ammo o'ta yo'lda buni ko'tarib mangandan keyin bu nima bo'ldi? Amvalul zohira bo'ldi. Mashinaga, kamazga qachlab mandiga va amvalul zohira. Ularni to'xtatib, qanchakin bor, zakatni berganmi, bermagan. Qachiz bilan ta'limni tutib ekladi. عند استجماع شرائط الوجوب zakat vacib qilish shartlari bo'lgan bo'lsa, shu yo'l to'sadigan zakat chiqadi, zakatni topshirib oladi. Endi shu nimadan iborat? Albatta zakatning vacib qilish shartlarini o'z bilamiz. Qarzdan xoli, bir yil o'tgan, nisob to'lgan degan shartlar. Endi bu yerda undan boshqa bir shart bor. Yani devlet bunu qo'g'daydigan bir o'rin bo'lishi lozim. Yani tijoratchi shuni bilmaydi, mangan bo'lsa shu o'rinni saqchilar orqali, askarlar orqali shu yerni qo'g'dab, xotirjam bir muhit yaratib beradigan bo'lsa devlet ondan buni ola oladi. Bo'lmasa, u rayonda o'g'ri qaroqchi, bulan-talang bulasi men zakat oldim deyilmaydi. Nima uchun? El-jibaya muqabil al-himaya. Yani sen qo'g'dab İyi çıkıp tuğunun karda andın zakatını bire diyeleyse. Buna bakın bir yerde mesela himaye buluş lazım dedi. Mana ve ya'manu tüccaru bi maqamihi min şerril lusus. Aş zakat çıkadı. Bajginin şer saksılarından da tuğan boğaçka tamujna aslan. Şer boğaçka bu mal elip malgan ticaretçiler şer hatırcan öteleyecek. Bo'lmasa ulu bo'lmasa, qo'g'rayolmasa, o'g'ri bo'lib balansizga uchraydi. Undan keyin bu yerda sharoitul vujub, zakatning vojib bo'lish shartlarimi tepilish lozim. Shuni davlat qo'g'daydigan rayon bo'lish lozim. Bundan boshqa malning egisi shu yerda bo'lish lozim. Malning shu yerda bo'lish lozim. Unda shartlar. Qala fayakhudhu minal muslimi rub'ul ushr. Musulmondan 2,5% yani 40dan biri miqdorda zakat topshirib oladi. Va min az-zimmi nisf al-ushr. Zimmidan 5% yani 20dan bir miqdorda topshirib oladi. Va min al-harbi al-ushra. To'xtamlashmagan ikki davlat o'tirdi. Islom davlatidan u kafirning davlatiga chiqqanda ahdi bayman to'xtam yo'q holatda, balki urush
qildigan holatda turayotgan bir davlatning fuqarosidan kafir tijoratchi kelib qolsa, bundan 10% oladi. Zimmidan 5% oladi. Shunama bu nima iborat? Musulmonda oldigan 2% ikkiga qilib elingan boj bu. Jizya emas, bojdan iborat. Lekin jizya sarf qilingan o'rinlarga sarf qilinadi. Ama harbiydan 10% olamiz dedi. Nima uchun 10% oladi? Chunki shu yo'lda qo'dab, xotirjam sharoit hozirlab berganlik uchun. Bunun da olgan 10% nima? Jizya sarf qilingan o'rinlarga sarf qilinmas. Lekin musulmonda olganni zakat sarf qilingan o'ringa sarf qildi. فإن علمنا أنهم يأخذون منا أقل أو أكثر أخذنا منهم مثله. عند تجار الحربيين مثلا مسلمانlar burun mesela Rimliklar, Hristiyanlar urush haltı etdiği. Hristiyanların devletinden Müslümanların devletiga ticaret qilaman deb kelganlar bo'lib qolsa, biz ahvol qaraymiz. Bizning musulmon tijoratchilarimiz uning devletiga borsa, undan qanchalik bajaladi? 50% oladi, biz 50% olamiz. 10% olamiz, 10% olamiz. Bu diplomat sohasida o'xshash muomala qilish degan bir prinsip bor. Qarshi davlat bizning qurolni qanday muomala qilsa, biz ularga shunday muomala qilmaymiz. Bizning qurolning kirish uchun viza talab qilgan bo'lsa, bizning uning qurolining bizning davlatga kirish uchun viza talab qilamiz. Bu mislima muomalasi, yani o'xshash muomala qilish usulida deb ataladi. Bunu qancha hozir shunchalik olamiz. Wal aslu fihi, wal asl mishal maqsad nima? Dalil. Shunun asosiy dalili ma ruya anna Umar radhiyallohu anhu lamma nasaba al-ushara ashirdan ko'pga zakatchi va bajli kadrlarni shayga bekitgan chaqda Hazrat Umar qala lahum khudu mimma yamurru bihi al-muslim rubu al-ushr. Sizlar oldinda o'tgan musulmondan 2% ilinglar va mimma yamurru bihi al-dhimmi nisf al-ushr. Zimmi ilib mangan maldan 5% ilinglar deb buyurgan. Qalu bu kadrlar Hazrat Umarga famin al-harbi unda harbiy tijoratchidan cho'ng, yani biz urush holatida yoki hech qanday kelishim to'xtamlashmagan bir davlatdan kelgan kafir tijoratchilar mal ilkazchi deb so'ragan chog'da qala mislama yaquduna minna, bizning fuqarolarimizdan qanchalik olsa shunchalik ilinglar dedi. Fa in a'yakum fal ushr, bizning tijoratchilarimizdan qanchalik olganligini bilinmay qolmay qolsanglar o chog'da 10% ilinglar dedi. وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. Bu ahvol sahabe kiramlar shunda to'plashgan so'rovlarda chiqarilgan qarordi. Buni hech kim ayblamagan, qarshilmagan bunga. Undanki bu nima bo'ldi? Bir xil yani ijmo sukutidek bu narsa. Bir xil ijmo demakchi. Va illam ya'khudhu minna lam na'khudh minhum. Ular bizning qurollarımızdan bajanmaydigan bo'lsa, biz ularning qurollaridan bajanmaymiz. لأن أحق بالمسامحة ومكارم الأخلاق. Biz o kafirlardan ahlak fazilat ve kan qasaqlıqda qilishimtoq demek. Ve in akhadul kulla akhadna. Eğer hammani tatib musadir qiladigan bo'lib qolsa, hammani tatib musadir qilamiz. İlla qadra ma yusiluhu ila ma'mani. Faqatlam uning yanida o'zining yutiga beravochilik bir narsa qo'yib qo'ymas. Oyatda shunda buyurilgan: "Va in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallohi thumma ablighu ma'mana." Musho, ya'ni bir mazhabga sayr qarash. Va qila la yu'khad. Aciz bir qarashda uning putunini tatib olmaymiz. Li'annahu ghadrun. Chunki bu xiyonat qilishdir. Bu yerda xiyonat qilgan bir ahd paymonimiz yo'q. Shunama mesela ahd paymon qilib, sen bizning yutibga sen xotirjam bo'l, chek qilmaymiz. Aramingda melonni setib chiqaversa deb bir va'daga shu yo'q. Qanday g'adr bo'ldi? Shuna hamma menni tatavas bo'ldi degan qarash, ya'ni bu mazhabda sey qarash shu. Qala va in akhadu minal qalili, minal qalil danash. Minal qalili az bir narsa bo'lsa, az yani qalil degan nima? Nisab etmagan tovar. Nisab etmagan bir iqtisod ekan.
Muşunudun epqasa, yani bizning fuqarolarimiz kafirlarning diyoriga borib qolsa, bizning tijoratchilarimizning nisablangan mildan bajaldigan bo'lsa, akhadna minhum kadalik. Bizmo ularning tijoratchilarininki nisablangan mildan bajalamiz. Çünkü bu yerda o'xshash muomala qilish masalasi bor. Va ala rivoyati kitob zaka, şu zahir rivoyatda Jami Sagirninki kitob zakatning rivoyatida la yuxat. U kafirlar bizning quroldan nisablangan narsani bajargan bo'lib qolsa, biz uni do'rab, uning qurollardan unda olmaymiz. Nima uchun? Nisablangan narsani elish bu zulm. Biz zulmda onu doğrusak bo'lmaydi. Li'annal qalila afun. Çünkü nisab qilgan narsa bu afu qilinib ketgan, zakat olinmaydigan narsa. Va la yahtaju ila himaya. Az narsani qo'dash qilmoq zurriyat yo'q. Odatdan bu az narsani o'zi yo'l xarajida chiqimiga ishlatishi mumkin. Qala faman ankara tamam al-hawli. Faman ankara degan bu harbiyga qartilmaydi. Shu musulmonga deydi hozir. Musulmonlar ishkirin pirsavuntuqo. Musulmon tijoratchining ichidan men taqa 6 oy burun zakatni to'lagan, bu molning zakatini to'lagan. 1 yil o'tmadi deb qolsa, ya'ni 1 yil o'tganligini inkor qilib tursa, demakchi maktubda. Avul farag'a min ad-dayn, yoki mening qazirim bor, qazirimni to'lab bo'lmadim deb qolsa, أو قال أديت إلى عاشر آخر ياكمن تخا aldığımızdaki bajgiga hazır tölep kelgende o ilal fuqara ya kim bağlıma özüm bir vakitte bunun zakatını deb qalsa ve halafa sudqa ve şunaga qasam qiladi qasam qiladi qasam qilgandan keyin buldığımızda bunun zakat almaydi ma'nahu bunun ma'nosini nima desak idza kana ashirun akhar men lan yerdagi bir zakatchiga topshirgan hozir topshirgan Tüngen tapşuğan ya 2 gün ilgili tapşuğan deb qalsa, bas aşı joyda bir zakatchi kadir ya şu tamujni punkt olib qalsa, ma'qul deb tushundiganmiz buni. Ammo edalam yakun, ammo u yerda zakatchi kadir bo'lmasa, zakatchi kadrini bildigan planiyat bormi yo'qmi? Agar unda zakatchi kadir bo'lmay qolsa, biz ishonmaymiz. Li zuhuri kadibi. Aniq yolg'on so'zlabdi deb bilamiz. Va kada fi sawaim Şundaqla çarmalını aydab mangan bolsa, bu taqqa mesela, onun zakatını alaman deb tursa, u kadar. Aşında yuqorqidek gapni qilsa, bunun işimiz deydi. İlla fi daf'i ila al-fuqara. Faqat lan men kambag'alligi bag'inda, men o'zim berayotgan buni deb tursa, ishonmaymiz. Ishonmaymiz. Va kada fi sawaim degani ishimiz deydi. Ve keda fis sevaim müşharul malladımı sözüge işinimiz. Namrisiga bir bo'lgan, yani bir zakatchiga bir bo'lgan, yoki qazim batdi, yoki taqa bir yil to'shmidi degan gapni qilsa ishimiz deydi. İlla fi daf'ihi ila al-fuqara. Faqat faqirlarga bir vaqt bo'lganda, o'zim bir vaqtgan deb qolishmaymiz deydi. Nima uchun savatda ishimiz dedik? Lianna ibada xolisa lillahi taala. Çünkü bu Allah Teala xalis qilgan bir ibodat, yani zakat. Ve bu emin. Yani bu biz gerçekten işindigan ve şu ada qilgan mal qulida ba ishonch qilib zakat olgan kishi. Vel qawlul amini ma'al yamin. Bundan bu ishonchli kishiga bir omonat bersak, keyin manda bo'lganda qasam qilib tursa, biz ishonishimiz lozim. Biz ishonch qilgan ekan, qasam qilsa ishonish lozim. Ve an Abi Yusuf rahimahullah la yahlifu. Abu Yusuf qasam qilmaydi debdi. Kama ida qala sumtu aw sallaytu. Xuddi masalan birisinin namoz o'qidingmi, o'qimadingmi, ro'za tutdingmi deb uni qasam qildirib unda so'z qilmaymiz-ku. Shunga o'xshash. Qulna, yani biz hozir Abu Yusufga raddiya berib deymizki, as-sa'i huna yukadibu. Zakatchi kadir hozir yolg'on aytibsa degandek bir ahvol bor. Bundan bu nima iborat? Kambag'alning haqqi bosanda men shu haqqni talab qilyapman deb bir da'vogar bor. Da'vogar bo'lganki u inkor qilgan holatda, ana shu zakatni beradigan kishi inkor qilib turoldi. Menda hozir u haq yo'q deb turgan ekan, qasam keladi. Al-bayn ala al-mudda'i wal yamin ala man ankar.
ولا مكذبة تم. Lekin o namoz, roza degan naslda birisi yo'q, sen yolg'on aytding, buni haqqini bor deb esla olgan bir odam yo'q. Namoz o'ziga o'qiydi, kari olmaydi lekin. Buna demak. Yani namaz va roza masalasida bu yerda sen yolg'on aytding, qachon qilib deb turib olgan bir odam yo'q. وكذا إذا قال هذا المال ليس لي. Shunday bu musulmon hamda o'sha tamojnida o'tgan chog'da bu mol mulk mening emasdi, birisi omonat dedi masalan. Aw laysa lit-tijara. Ya bu tijorat bilan mol emas, men urib tuqqanliga do'st birodar hadiya olib mangandim. Bir tonna molni qashilab minibdi. Tamojnaga bu hadiya sovg'a salamdir bu. Shuna deymiz-ku, bir chamda olib mangancha deymiz. Lekin bir tonna olib mangancha bu hadiyat deb tursa va halafa va shuni qasam qilsa bo'ldi, ishondik. ويشترط إخراج البراءة في رواية الحسن. حسن بن زياد رحمه الله في روايته آيات بجتلگنتن مياد زكاتını beribetkentin deb qalsa, zakat tölgen talını çıqar, hüccetini çıqar deymizdi. Çünkü zakatçı zakat algan bolsa bunga talını zipirda. Bara degan shu hüccet talını. Bu al-asl degan kitobda kelgan bu rivoyat. Zahir rivayet. لأنها علامة لصدق دعوة. Çünkü onun gapının rastlıqını ifade eden bir hüccet bu. Kulna bizden dima bakrak zahir rivayeti kelgan bo'yicha onun qarta javob beramiz deydi. Yani zahir rivayetda shu hüccetni ko'rsatmasimi qasam qilsa yetarli degan. Ma Hasanning rivoyatida qasam talab qilgan shu hüccet chiqarsa shu yetarli deydi. Bundan keyin biz endi qasam bo'lsa kifoya, hüccet talab qilmaymiz degan qarshimizga dalil keltirib deymiz. Al-xattu yushbihul xatta. Bu xat degan xatga o'xshaydi. Ha, bajginning xatida o'zi bir xat yozilgan, mana men to'lgandan deb ko'rishi mumkin. Falam yakun alama. Undan keyin bu o'zining gapining rastligining bir isboti bo'lanmaydi. Lekin talonlarni bergan joyda muhr bilan hukumatning boshlagan talonlarni bergan bo'lgan isbot bo'ldi. وإنما اختلف حكم السائمة في الأداء إلى الفقراء. أمدا سائمة أشنا دسر işiniz dedik-ku. Qo'yni aydab mangan bo'lsa, qazim batib bir yil to'shmaganti ya, unda desa biz ma'qul deydik. Lekin kambag'alligiga o'zim berayotgandim desa ishonmaymiz. Nima uchun? Li'anna vilayat al-akhdh ila al-iman. Chunki bu savaimdan, zakat savaimni kim olibdi? O'ylab topshirib olibdi buni. Ve her kim özü xalqancha kambag'al berib o'tmaydi. Falaysa lahu an yukhrijaha bi nafsihi. Undan keyin o'zi berib o'tmaydi uni. Zakat saimani. Undan keyin bu hozir sal yolg'on gapdak ishonmaymiz. Wa sa'irul amwali yukhrijuha bi nafsihi. Undan boshqa mollarni o'zi berib o'tdi. Qala wal muslimu wa dhimmi sawa. Yani musulmon bo'lsin, zimmi olib qolsa, mush ashirning oldini o'tgan chog'da zakat toplaydigan va bajaradigan ashxamojning oldini o'tgan chog'da ikkisi o'xshash. Lianna zimmiya min ahli darina. Nimada o'xshash? Yuqorqi ishlarda ma'qul deb ishini muomala qilishga o'xshashmi? Sen buni ta'zim batdi yoki bayatdan to'lab keldim, ya bir yil to'shmadi deb qolsa, zimmiga o'xshash, musulmonga o'xshash muomala qilinadi. Nima uchun zimmi bizning diyorimizda yashaydigan bizning fuqarolarimizdan. Va huwa kal muslimi fil muomalat va ahkamiha. Muomala ishlarda va uning ahkamlarida musulmonga o'xshash. Lahum ma lana va alayhim ma alayna. Buni o'zining diyonati misli bo'yicha qasam qilib, o'zining diyonatida ulug' sanaydigan mislan qasam qilib qo'yishdi. Yoki ta'lim chiqirdi. Bayatın tülep geldiğinde talim çıkarsa şendu. Qala wal harbiyyu la yusaddaqu illa fi ummahatil awlad. Yani biz to'xtamlashmagan urush holatidagi davlatlardan kelgan kafir bo'lib qolsa, buning so'ziga ishonmaymiz. Chunki bu unda mumkin qadar bizni so'zlamasam, ba'misam deydi, yolg'on aytıyordu. Faqat bir narsada biz buning ishonamiz deydi. Ummahatil awlad. Biz ummullalat dedik-ku, Muvatta'da o'qidik, ixtiyorning bilan qudaslikni o'qidik. Ummullalat, yani xo'jayin o'zining didikidan farzand ko'rgan bo'lsa, bu didak ummullalat bo'ldi. Ummullalatni satanmaydi. Qachon xo'jayin bilan ketib qolsa,
bu dedek azat olib ketadi. Asıl bu dedeklar mal-mulk. Mesela dedekten 5 ni elib minibdi bu tijoratchi. Anikin bu dedekma satilgan dedekka endi başka isman desa bu mening ummulalabda bu dedeklarning bolalarim bor. Yani bunu satanmayman mal emas demakchi. Deb qalsa bunun işinimiz deydi. Li'annahu yu'khadu minhu lil-himaya. Çünkü bu baş uningdan uni qo'g'dash qarshiligida ilinibdi. Zakat uchun emas. Ve cemi' ma ma'ahu yahtaju ilayha. Uning yenilgi narsa hammasi himoyaga muhtoj. Ve li'anna al-hawla laysa bi shartin fi haqqihi. Yana nima uchun ishonmaymiz degan bu nima uchun ishonmaymizning sabablari. Yani onun yenilgi narsa hammasi himoyaga muhtojligini ummulatda bu himoyaga muhtoj demoqchi emas. Ummulatdan boshqa hamma narsa mol-mulklar qo'g'dashga ehtiyoji bor. Endi 1 yil to'shash masalasida baş harbiyga nisbatan 1 yil to'shash kerak emas. Hatta la numakkinuhu min al-muqami fi darina sana. Nima uchun desa, chunki biz uningga 1 yildan ortiq iqomat bermaymiz. Sizga hozir Misrda 1 yildan ortiq biramda shu gap. Harbiy bo'lib qolsa taxir 1 yil bermaydi. 15 kun, bir hafta menda bir. Vatada chiqdi 15 kunlik viza qo'yamiz deb. Unda olkin bu 1 yil masalasi yo'q uningda. Har bir qatlam shunda davlat chiganliklar uchirsa ilaydigan gap. Şu 1 yil to'shmabdi degan gap biz ishimiz yurmaymiz. Yani uning gapi o'lgitan. Yani gapiga quloq solmaymiz demakchi. Wa amma ad-daynu fala mutaliba lahu fi darina. Yani qazi bo'g'lab qolgan bu deb qolsa, bu o'zining ustida buni qazi bo'g'lab qo'yganlar tunkarim. Uni to'lamaymiz. İslam diyarida bir qaz egileri bo'lmagan ekan, agar islom diyarida qaz egileri bo'lib, buning hujjatini qazi nima qilgan bir hujjat bo'lib qolsa, balki uni ishonamiz. Lekin o'zining diyarida, yurtida meni qaz bo'g'ab qo'ygan vaqtda qazim batida deb ishonmaymiz. Va qawluhu laysa lit-tijara. Yani shu kafir davlatdan kelgan tijoratchi bu mol-mulkning tijorat so'sat qilgan mol emasda bu. Bayında Soğusalam'a bir narsa işletdim, hediyeti deb turasa, yukaddibu zahir. Ko'rinib turgan ahvol nima? Bu bizning diyorimizda tijorat uchun kelganlik emas. Lekin bu amaliy ahvol uni yolg'onchi qilib chiqardi. Lianna zahir innama dakhala darana bil mal lil tijara. Qiyin xatar bo'lsin, tavakkul qilib kelishi shu foydalanim deb kelgan. Va innama yusaddaqu fi ummahatil awlad. Endi nima uchun ummul valadlar şu velad masalasida biz ishimiz buningga. Va innama yusaddaqu fi ummahatil awlad vel gulam. Yaqulu huwa waladi. Mesela şu bir kichik bola bo'lib qolsa, bu mening bolam der. Cho'ng dedek bo'lib qolsa, bu mening bolamning onasi deb turadi. Yani bu ikkisi nima demakchi? Mal emas demakchi. Sotilmaydi uni. Li'annahu in kana sadiqan. Çünkü Rasululloh qolsa, bu mal emas degan şu to'g'ri, mal emas bo'ldi. Yalg'on bo'lib qolsa va illa faqat sabata lil amati haqqul hurriya. Ashuning mush so'zilan ma'u mening ummul valadim, mening valadim degan so'z bilan ash ikki kishiga hurriyat isbotlanib ketib qoldi. Yani bizning shariatimizda masalan bir xo'jayin bir dedekka siz mening ummul valadim deb qolsa yoki kul balaga bu mening balam deb qolsa erkinlikka ketib qoldi ular. Biz ham da ulug'ma shu o'zimizning o'lchim bo'yicha bunda baho berib, yolg'on gap qilgan ahvolda mushuning mening balam degan so'zlar bilan bu balsa erkin bo'lib ketadi. Ummul valadmo erkinlikka qadam qo'ygan bo'ladi deymiz. Mana sabata lil amati haqqul hurriya. Bu dedek ummul valad bo'lib ketib hurriyatga qarab ma'no. Valil valadi haqiqatuha. Balg'amo erkinlik isbotlanib, hurriyat ketib qoldi deydi. Fatan'adimul maliyatu fi haqqihima. Undan har ikki ahvolda valad va muvaladga nisbatan mol-mulk degan mazmun qolmaydi. Mol-mulk emas. Mesela yolg'on cho'lab qolganda bu mesela o'zi 30 yoshda 25 yosh bir pulni mening bolam deb turibdi. Endi yolg'onchi bu. 5 yoshda topgan bolama bu. Endi yolg'on tushunama. Endi yolg'on aytgan taqdirda qanday bo'ldi?
bu mening balam deb ashunda e'tirof qilgan bo'lg'achqa ashi bala ozod bo'lib ketgan. Ozod bo'lib ketdi, lekin biz bajarmay yurmaymiz. Chunki buning boshqaning haqqi chetishib qolgan ekan, boshqaning ozod bo'lish haqqi chetib qoldi, ozod qilaveradi. Lekin biz sen kazzabdan sadat bajarmay yuramiz. Bu endi bo'ldi. Walau 10 marratan al-harbiyya kafir davlatdan kelgan kafir tijoratchidan bir qatam baj asa summa marra alayhi marratan ukhra ikkinchi qatam yana oldida o'tib qolsa tijoratchi bajgini oldida o'tib qolsa lam yu'ashshiruhu qabla al-hul bir yil o'tmaguncha ikkinchi qatam yana baj olmaydi taharruzan anil istisal chunki bu yilda 5 qatam o'tib qolsa 5 qatam olsa buning uchun iqtisodni quritilishi mumkin illa an yarji'a ila daril harb faqatlam o'zining yurtiga ketib yana bir kasa onda olinadi lekin shu islom diyar turib bir qatam o'tib qolsa shu yerdan qatam eliyamaydi illa an yarji'a ila daril harb thumma yakhruja walau kharaja min yawmihi shu kuni masalan bajaldi ağam kuni yani shu yerdan o'zining davlatiga ketib yana shu kuni aeroplan bilan oydirim uchib qolsa yana olmaydi لأنه أمان جديد çünkü bu yeniden bir amallık uğraştığında yeni vizyodan geldi وكذا إذا حال الحول şundakla bir yıl ötse يتجدد الأمان لما مر bu amallık adı yeniden verilgendek yenilengendek buldu yani bir yıl ötkendeki yana aldığınız bu şırap kalsa uzun şutun ketmeyen boğuşu mu yana alamaz değil قال وتعشر قيمة الخمر دون الخنزير yani bu zimmi harbiylar aroq cho'shq tijoratini qiladi emasmi zimmidan usrab qoldi masalan aroq ko'tarib mangan yo cho'shqi go'shti ko'tarib mangan bo'lib qolsa aroqning qimmatini hisoblab qiymatul xamirda o'zida emas 10 tonna aroq ilib ketib qolgan 1 tonna isloma akila deb ayramamiz bahasini hisoblab pul oladi aroq olmaydi va tu'ashsharu qimatul xamr duna al-khinzir khinzirdan unda qimmatini o'shirolmaymiz ekan islom davlatida xristianlar o'zaro aroq setilib aroq setib bunda qilsa qildi musulmonlar qonun lekin ulug'ma shunda o'zining nasi bo'yicha ozodchilik bergan islom shariati islom diyorida yashaydigan ahli zimmaga nisbatan ular shariat harom qilgan aroq zina shunday narsalar agar ular ochiq oshkora o'ttirg'i chiqolmay o'zaro o'zlarining uylarida aroq ichsa yoki uylarida aroq yozsa ochiq oshkora sotmay o'zaro yangichida setib nima qilsa shariat buni cheklamaydi cho'shqo'shimi shundoq chunki ular aroqni va cho'shqini halol deb e'tiqod qilgan bo'lg'achqa o'zining dindagi ahkomlarga nisbatan bizga uning ta'siri bo'lmagan holatda bizga ziyon bo'lmagan holatda biz ularga cheklni qo'ymaymiz lekin uning tashviqotini qilib keng tasha so'rilg'a chiqib setib bunday qilsa u chog'da undan cheklandi shuna zimmining harfini tugatib qolish to'laydi dedi lakum dinukum valiyadin dedi lekin musulmondan birisiga aroq ichkizma aroq tashviqot qilma musulmonni aroq bilan ta'minlayman deb qolsa o'sha to'xta dedi o'zi bir xitoy bilan o'tirib aroq ichamdi bir xitoy aroq sotamdi o'zidan undan keyin biz hozir zimmi aroq o'tkazayotgan bo'lsa buning o'zidan 10% olmay qimmatidan olamiz dunal khinzir endi aroqning o'zidan olmasmiz chunki biz endi aroqqa yaqin kelmanglar degan bir ko'rsatma bor islom shariati shunga biz nima turimiz pul bo'lsa pulni olamiz bizga aroqni ketadi zimmidan 5% olamiz harbiydanchi 10% olamiz وقال زفر يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم Anda kafirlar şu çoşkunun mal mülk deydi, aroqning mal mülk deydi ondan keyin ichkirisin şu mal mülk hisobida qimmatini olamiz debdi. Wa qala Abu Yusuf rahimahullah kadalika in marra bihima jumlatan. Abu Yusuf rahmatullohi aroq bilan çoşqini birga ilib mangan bo'lsa,
Sen bir maşina aroq va cho'shqi biraqlam besib mangan bo'lsa, ikkilisi olamiz. Bu shu bir mashinaga aroq bilan cho'shqini qimmatini ach bo'l 100 ming ko'y. 100 ming ko'y, 10 ming ko'y ekaladirdan olamiz deydi. Lekin ayrim aroq, ayrim nima to'shigan bo'lsa, cho'shqidan olmaymiz. Kennahu ja'alal khinzira taban lil khamr. Xuddi bu anda cho'shqini aslida olmaydiq, lekin aroqqa tava qilib elitimiz deb qirgan bo'lsin ekan. Waynin farada agar yolg'iz to'shgan taqdirda, masalan birisi aroq bilan to'shibdi. To'shgan bo'lsa aroqdan olamiz. Asharal khamr. Ama birisi cho'shq bilan to'shgan bo'lsa, uning qimmatidan olmaymiz. Dunal khinzir. Vajhul zahir degan ashu va tu'ashsharu qimatul khamr degan ash matnning iborasi shu. Zahir va shu bo'lg'achqa zahir rivoyatninki dalili yoki tahlili va huval farqu, yani bu yerda farq bor deydi. Zahir rivoyat ikkini ayirishmi? Khamr boshqa, cho'shqi boshqa. Annal akhda bi sababil himoya. Uni bu yerda baj nimaning qarshiligida olamiz? Qo'g'dash qarshiligida olibdik. Val muslimu lahu an yahmiya khamrahu lit-tahlil. Musulmonning ilkida aroq bo'lib qolsa, masalan bu sirkasi maqsadda üzümni siqib va qaynatib tunda sirkasamanda qo'yib qo'ysa, aroq qaynab ketib qolsa, bu aroqni qo'g'dashib qo'yadi. To'xta, bu aroq bo'lgan bilan men buni sirkaga aylantirim buni deb u mal-mulk hisobida qo'g'dash haqqi bordi deydi. Tahlil degan sirkaga aylantirish. Yani o'zining aroq bo'lib qolsa musulmondan, u aroq qasaymanda qilmadi, lekin aroqqa aylanib qolgan bo'lsa, qo'g'dash haqqi bo'libdi. Fayahmi khamra g'ayrihi. Undan keyin o'zining aroqini qo'g'day oladigan bo'lsa, zimmining, harbiyning aroqini qo'g'day oladi. Wala kadalika khinzir. Lekin cho'shqa unda emas. Yani cho'shqini qo'g'dab, unda nima qilib düşmaydi. Cho'shqini qanday qildi? Qo'yib o'tirdi. Uni beqab qo'g'dab, qavalib bunday qilmaydi. Uni qo'yib o'tirdi. وَلِأَنَّ الْخِنْزِيرَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ. Yani bir delil, cho'shqa degan bu qimmatli baholanadigan narsa deydi. Masalan, bir zimmining cho'shqisini o'ttiribdi deydi. Qana qildi? Cho'shqa to'laydigan shu, buni qimmatini baholab, shu pulini berdi. Va hukmu qiymatihi hukmuhu. Endi o cho'shqining pulimi, cho'shqining o'zining hukmida. Bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yahudilarga la'nat qilgan. La'nallohul yahud. Cho'shqini harom qilayotgandan keyin bu cho'shqining meyini eritib, meyini setib pulni yegan. Shu puli cho'shqining o'ziga o'xshash demakchi. O'sha hadisga asosan. Wal khamru mithliyun. Endi aroqchi bu birisining aroqini to'kib etsa, bir zimmining aroqini to'kib etdi. Yoki musulmon to'kib etdi, shishincha qilib Onun bir şişe aroq to'laydi. Bir şişe aroqni chiqyaptimi? Bugundan bir şişe aroq qilish lozim. Yani misli degan o'xshishini to'laydi degan gap. Zavat qiyam degan o'xshishini emas, qimmatini to'laydi degan. Wal khamru mithliyun fala yakunu hukmul qiymati hukmaha. Bu o'xshishini to'laydigan narsa bo'lg'achqa aroq uning qimmati aroqning o'zining hukmida emas. Lekin cho'shqining puli shu cho'shqining o'zining go'shining hukmida deydi. Va qad qala Umar radhiyallohu anhu walluhum bay'aha. Hazrat Umar kafirlarning aroqlari masalasida bunda degan edi. Walluhum bay'aha. Ashular satqizinglar buni. Kafirlar satsin. Va khudul 10 min athmaniha. Uning pulidan 10% baj e'lonlar degan. Va lam yarid mithluhu fil khinzir. Mushunda bir asar khinzir haqida kelmadi, aroq haqida keldi. Lekin kitobning asl tahqiqda aroq va cho'shqini kafirlar satqizib, pulidan 10% e'lonlarda cho'shqa haqida kelgan rivoyatni kelib qo'ydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.